Assalomu alaykum. Ayni damda bizga hamrohlik qilayotgan qadrli muxlislar, aziz yurtdoshlar, barchangizga a'lo kayfiyat hamroh bo'lsin deya biz Yo'l yo'lakay dasturimizni boshladik. Eslatib o'tamiz, ushbu loyihamiz Buxoro telekanali hamda FM 101 Buxoro radiosi orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilmoqda. Dasturimizning, loyihamizning ushbu sonini ham o'tkazib yubormang deymiz. Ana endi studiyamizdagi mehmonlar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Ulug'bek Shukurullayev hamda demak Umid Hasanov, Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik. Xush ko'rdik dasturimizda. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli radio tinglovchilar. Darhaqiqat an'anaga ko'ra biz navbatdagi Yo'l yo'lakay radio eshittirishni to'g'ridan to'g'ri ham radio, ham efir orqali boshlab oldik. O'ylaymanki, bugun ham muxlislarimiz, fuqarolarimiz o'zlarini qiziqtirgan savollarni qo'ng'iroq qilib bizlarga berishadi va takliflarni ham shu orada berishadi va biz ham bugun ancha ma'lumotlarni o'zimiz bilan jamlab kelganmiz va dastur davomida rejissyorimiz tomonidan biz o'zimiz bilan olib kelgan roliklar ham namoyish etiladi degan umiddaman. Albatta, qadrli muxlislarimiz, dasturimizning ushbu loyihamizning bugungi sonini ham o'tkazib yubormang deymiz. Agar xabaringiz bo'lsa, loyihamizni kuzatgan bo'lsangiz, muxlislar juda ham ko'p Yo'l yo'lakay dasturini kuzatishadi, tinglashadi. Dasturimizning o'tgan sonida biz turli mavzularga, turli savollarga murojaatlarni ham yozib oldik. Shu bilan birgalikda kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi haqida ham so'z yuritgan edik. Va keling, mana shu dasturimizning o'tgan sonida kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi haqida ma'lumotlar berib o'tgan edik. Mana shu bir hafta davomida qanday ishlar amalga oshirildi? Bir hafta davomida viloyatimizda kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi doirasida mahalliy yetkiligi tomonidan aholimizga targ'ibot tadbirlari amalga oshirildi. Eng asosiy fuqarolarimizni kiber madaniyatni yuksaltirish, kiber gigiyenasini shakllantirish borasida xonadonbay, fuqarobay tartibda har bitta xonadonga kirib, kerak bo'lsa korxona, tashkilotlar doirasida ham fuqarolarimizga targ'ibot tadbirlari olib borildi. Bu sog'liqni saqlash boshqarmasida, bu turli soha vakillari o'rtasida o'sha oliy ta'lim bo'ladimi, o'rta maxsus va boshqa oliy o'quv yurtlarimiz barchasida targ'ibot ishlarimiz amalga oshirildi. Eng asosiy maqsad fuqarolarimiz kiber jinoyatlarni qurboniga aylanib qolmasliklarini oldini olish. Bu yangi turdagi jinoyat desak endi xato bo'lar, chunki 4 yil, 5 yildan buyon bu to'g'risida targ'ibotlar olib boryapmiz. Fuqarolarimizni madaniyatini yuksaltirish, ularning huquqiy ongini oshirish borasida targ'ibot tadbirlarini olib boryapmiz. Faqatgina ko'p holatlarimizda biz o'tgan dasturimizda ham ta'kidlab o'tdik. Targ'ibot tadbirlarimizda ishtirok etayotgan fuqarolarimizni aynan o'sha ozgina biz berayotgan maslahatlarga, tavsiyalarga amal qilmasliklari oqibatida ko'p holatlarda jinoyat qurboni bo'lib qolish holatlari mavjud. Kuzatilmoqda. Lekin mana endi bizga ishonch telefonlarimiz ishlab turibdi, qo'ng'iroq qilib maslahatlar olishyapti. Bizni xursand qiladigan tomoni shundaki, fuqarolarimiz ancha aktiv, ya'ni ancha o'zlarini huquqlar faol bo'lib, qo'ng'iroq qilib o'sha jinoyat turlari to'g'risida bizga savollar berib, tegishli maslahatlarni, tavsiyalarni olishyapti. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, respublikamizda joriy yilning 1-noyabr kunidan 30-noyabr kuniga qadar respublika miqyosida, jumladan Buxoro viloyatida ham aynan kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi o'tkazilyapti. Bu oylikning asosiy maqsadi o'sha fuqarolarimizda huquqiy kiber jinoyatlar, kiber makonda sodir etayotgan jinoyatlar borasidagi tushunchalarni oshirish, ularni kiber gigiyenalarini shakllantirish va shu orqali kiber jinoyat qurboniga aylanib qolmasliklarini oldini olishdan iborat. Xo'p, mana dasturimizning o'tgan sonlarida ham bu mavzu haqida juda ko'p suhbatlar olib borganmiz, tinglovchilardan, yurtdoshlarimizdan savollar ham bo'lgan. Nima deb o'ylaysiz? Mana hozir targ'ibot tadbirlarini amalga oshiryapsiz. Bevosita sizlar ham mana shu targ'ibot tadbirlarida qatnashyapsizlar. Yurtdoshlarimizning, fuqarolarimizning bu mavzu bo'yicha bilimlari nechalik, qanday ma'lumotlarga ega bo'ldilar va ko'proq qanday savollar bilan sizlarga murojaat qilyaptilar? Jabrlanuvchilar ko'p ekanmi? Jabrlanuvchilar ko'p. Hozir ming afsus viloyatimizda ham, jumladan respublikamizda ham
umumiy sodir etilayotgan jinoyatlarni 47%ni aynan axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar tashkil etyapti. Bu jinoyatlarning salmoqli oshayotgani sababi oson pul topish yo'li, masofadan turib hech qanaqa harakatni nima deydi, amalga oshirmasdan nimaigina daromadga ega bo'lish mumkin. Faqatgina ma'lum darajada o'sha axborot texnologiyalari sohasidagi bilimlarga ega bo'lsa agar, shuni o'zi kifoya. Hozirgi kunda shu kungacha 200 dan 247 holatlarda jinoyat aniqlangan viloyatimizda va javobgarlikka tortilgan, fuqarolarimizga yetkazilgan zararlar, undirish choralari ko'rilyapti. Lekin bu hali yetarli emas, yetarli bo'lmaganligi sababli boshqarma tomonidan ham aynan nafaqat bu oylik doirasida bu tadbirlarni shu yil oxirigacha kerak bo'lsa keyingi yillarda ham har muntazam ravishda davom ettirish vazifa sifatida qo'yilgan bizga. Hozir tashkil etilgan yangi boshqarmamizda jami 25 kishidan iborat shaxsiy tarkibimiz bor va mana shu shaxsiy tarkibning deyarli hammasi 100% targ'ibot tadbirlarini amalga oshiradi. Nima uchun targ'ibotga ko'p e'tibor beramiz? Mazkur jinoyatlarni fosh etishning imkoniyatlari chegaralanganligi sababli, ya'ni fuqarolardan yechib olingan pullar va mazkur pullarni qaytarish bilan bog'liq masalalardagi muammolar, ya'ni pullarni elektron pullarga aylanib boshqa davlatlarga chiqib ketish masalalari bo'lganligi sababli mazkur jinoyatlarni barvaqt oldini olish, shu tibbiyotda ham kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olish ma'qul degan tezis asosida ishlashadi-ku. Xuddi shunday bu axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarni ham fosh qilishning eng mukammal va yaxshi yo'li bu targ'ibot. Ko'p holatlarda biz o'sha fuqarolarimiz agar o'zlari huquqiy onglarini oshirib, ishonuvchanliklarga berilmasdan shaxsiy ma'lumotlarni o'sha kibergigiyena qoidalariga amal qilgan taqdirda hech qanday kiber jinoyat qurboniga aylanib qolmasliklarini aytib o'tganmiz. Sizda qanday ma'lumot bor? Shu o'rinda Mehruz opa, mana o'tgan sonda yurtdoshlarimizdan turli mulohazalar, fikrlar yuborilgan edi va ushbu mulohaza fikrlardan kelib chiqib, mana hafta davomida jinoyatlar statistikasi bizda hisoblab boriladi va afsuski mana shu o'tgan hafta davomida ham ushbu turdagi jinoyatlarni qurboniga aylanganlar, ushbu firibgarlarning domiga tushganlar ham ming afsuski yo'q emas, bor. Ya'ni biz yana nima uchun takror va takror aynan FM 101.3 Buxoro radiosi orqali kelib kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi doirasida yurtdoshlarimizga yana takror va takror shu fikr va mulohazalarni beramiz. Buning zamirida shu yotibdiki, ko'proq mana o'zi Umid akam aytganlaridek, targ'ibot ushbu jinoyatning oldini olishning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Chunki mana bugungi kunda nafaqat respublikamiz, balki butun dunyoda ushbu turdagi jinoyatlar har bir davlatda bor ekanligini biz ko'ryapmiz, eshityapmiz, guvoh ham bo'lyapmiz va ushbu firibgarlar bizning yurtimizda ham mana bugungi kunda yurtdoshlarimizni firibgarlik yo'li orqali mana shu o'z domiga tushirishga harakat qilishmoqda, turli xil yo'llar orqali va biz shu orqali o'zimizni immunitetimizni, ya'ni har bir fuqaroga ushbu jinoyatning qurboniga aylanmasligi uchun takror va takror mana shu radio orqali, to'g'ridan to'g'ri efirlar orqali yetkazishning ham zamirida ular tomonidan, fuqarolarimiz tomonidan mana yillar davomida yig'ilgan mablag'lari bo'ladi, oilaviy byudjetlari bo'ladi, o'zlarini orzu qilgan niyatlari bo'ladiki, bir soniyada o'zlari istamagan holatda, hech kim istamaydi bu jinoyat qurboniga aylanishni, lekin biz o'zimiz istamagan holatda ushbu jinoyat qurboniga aylanib qolishimiz mumkin. Ya'ni oddiy bir holatlarda hushyor bo'lmasak, shuning uchun mana bir nechta misollarni ham keltirishimiz mumkin. O'ylaymanki, mana dasturdan dasturga biz ushbu jinoyat turi haqida va ushbu jinoyatni oldini olish haqida fikr va mulohazalar beramiz. O'ylaymanki, bugun yurtdoshlarimiz ham faol bo'lishadi. Chunki biz ham eshitmagan, bilmagan ba'zi bir masalan holatlar bo'lishi mumkinki, aynan ushbu loyiha shunga xizmat qilsinki, hurmatli yurtdoshlar, marhamat, siz qandaydir mana shu jinoyat qurboniga aylandingizmi yoki sizga qandaydir qo'ng'iroqlar bo'ldimi yoki sizga telefoningizga Telegram messenjeri orqali yoki boshqa bir
tarmoq messenjerlari orqali kelgan har qanaqa firibgarlik yo'li orqali kelgan fayllar bo'ladimi yoki usullar bo'ladimi, shuni keling biz bilan o'rtoqlashing va Mehruz opa telefon raqamlarini agar eslatsangiz, qo'ng'iroq qilishsa, bu nur ustiga alo nur bo'lardi. Ya'ni bizga ham bu muhim. Sizning ko'magingiz bizga muhim, bizning ko'magimiz sizga muhim. Ya'ni biz sizga shu narsani yetkazishni takror va takror aytishdan charchamaymiz. Hech bo'lmasa 1% bo'lsa-da sizga agar foydamiz tegsa, bu albatta bizning yutug'imiz. Ya'ni qaysi bir yurtdoshimizni oilaviy byudjetiga zarar yetmasa, demak biz ushbu fuqaroni nima deydi, o'sha oilasini tinchlik, xotirjamligini, uning o'sha halovatini asragan bo'lamiz. Mana hozir yuqorida bir so'z aytib o'tdingiz, har hafta davomida statistika bo'ladi. Mana dasturimizda mana shu kiber xavfsizlik bo'yicha juda ko'p ma'lumotlar berib boryapmiz. Xo'p, keling endi o'sha raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, bu necha oylik o'z foydasini berdi? Xo'p, o'tgan hafta davomida mana shu jinoyatga uchragan yoki qurboni bo'lgan yurtdoshlarimiz soni. Darhaqiqat mana o'tgan hafta davomida men o'zim shaxsan dasturga kelishdan oldin statistikani oldim. Birgina 2025-yilning 10-noyabrda 16-noyabr kuniga qadar Buxoro viloyatida qayd etilgan jinoyatlar soni bu 238 tani tashkil etadi va ushbu sodir etilgan jinoyatlarning 76 tasi bu firibgarlik. Ya'ni deyarli 30% dan ko'pi va ushbu firibgarlik jinoyatlarining arasida ming afsuski kiber jinoyatlar qurboniga aylanganlar ham yo'q emas, bor. Demakki, mana statistika o'zi gapiryapti, sonlar gapiryapti va fuqarolarimizdan, yurtdoshlarimizdan demak yanada ko'proq biz ushbu ma'lumotlarni yetkazishimiz lozimligini talab etadi. Aynan FM 101.3 radiosini chekka hududlarda ham fuqarolarimiz tinglashadi, eshitishadi. Demakki, mana biz tarmoq foydalanuvchilarini deylik, keling ana oddiy bir misol qilamiz. Buxoro shahrida jami bugungi kunda 400 mingga yaqin fuqarolar istiqomat qilishadi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, faol ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari deylik shu kontingentni yarmini tashkil qiladi. Yoki tumanlarda ham xuddi shunday. Lekin shunaqa bir toifadagi insonlarimiz borki, chekka hududlarda ular balki tarmoqlarni doimiy ravishda kuzatishmaydi. Lekin tarmoqdan foydalanayotgan vaqtlarda, masalan, ularga yangilik sifatida masalan smart telefonlar yoki masalan qanaydir Android telefonlar kirib kelgandan keyin o'sha Telegram messenjerlarga ulanib, qani qiziqarli bir jihatlarni ochayotgan paytda o'zlari bilmagan holatda shunaqa jinoyatlarni tezda qurboniga aylanib qolish ehtimoli juda ham yuqori. Shunday ekan, biz aynan ushbu dasturning foydalilik jihati yuqori bo'lganligi uchun har dasturga biz kelib ushbu targ'ibotni amalga oshiryapmiz va boz ustiga mana Umid akam aytganlaridek, bizning boshqarma boshlig'imiz tomonidan aynan ushbu oylik tugagandan keyin ham biz bu narsani to'xtatmaymiz. Ya'ni yil davomida, yil oxiriga qadar, kelgusi 2026-yilda ham biz bu profilaktikani davom etamiz. Chunki fuqarolarimizning huquqiy ongini har dasturdan dasturga yetkazish bu sizu bizning albatta vazifamiz hisoblanadi. Albatta, bu demak targ'ibot tadbiri zamirida ham ezgulik yotibdi. Bu ham bo'lsa yurtdoshlarimizning farovonligini ta'minlashdir. Xo'sh, qaysi raqamlarni eslatib o'tmoqchisiz? Albatta, biz mana o'sha xavfsiz kiber makon oyligi boshlangandan keyin mana maxsus kal markazi ochilganligini o'tgan dasturda aytib o'tgandik va ushbu narsani yana takror aytib o'tishni joiz deb bildik. Mana ishonch telefonlari 65 kodi bilan 200 demak 91 11 qaytarib o'taman. 65 kodi bilan 200 91 11 raqamiga qo'ng'iroq qilib, sizga nisbatan qanaydir mana shunaqa firibgarlar tomonidan qo'ng'iroqlar bo'ldimi yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali sizga nomalar kelgan bo'lsa yoki mana shu jinoyat qurboniga aylangan bo'lsangiz yoki deylik kimdir qandaydir plastik kartasidan 500 ming yoki 1 million miqdorda pullar yechsa, qo'y hay murojaat qilmay bo'lib ketgan qatori deb masalan kimdir aytmasligi mumkin bu narsani. Yo'q, bu narsani aytish kerak, bildirish kerak va bu narsani tagiga yetib, ertaga mana shu boshqa fuqarolar ham xuddi shu jinoyat qurboniga aylanmaslik uchun siz ham bizga ko'makdosh bo'lsangiz, bu albatta ertaga o'z yurtdoshlarimizni asrashda, ularni firibgarlar domiga tushishdan o'zingizni katta hissangizni qo'shgan bo'lasiz, qadrli yurtdoshlar. Albatta, biz bejizga ushbu dasturimizda kiber xavfsizlik mavzusida so'z yuritmayapmiz. Faol bo'ling azizlar. Biz raqamlarni eslatib o'tamiz. 65 kodi bilan 223 96 18 223 98 38 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Xo'sh, mutaxassislarimizga qanday savollaringiz bor? Bevosita jonli dasturimizda ushbu savollarni taqdim etishingiz mumkin. Yana bir manzilimiz elektron pochta belgisi Buxoro Radio Bot. Qaytarib o'taman. Elektron pochta belgisi Buxoro Radio Bot manzili
uzranomalarni yo'llasangiz, sizning nomangizni biz jonli dasturimizda o'qib eshittiramiz. Noma kelgan qo'ng'iroqlar ham bor bizda. Qo'ng'iroqlar bor, demak, undan so'ng yana savol-javoblarga qaytamiz. Assalomu alaykum, qadrli muxlisimiz, jonli efirda eshitamiz sizni. Assalomu alaykum. Kechirasizlar, Buxoro telekanal radiosi. Yo'l aka dasturga telefon qilganimdan xursandman. Bu sizlar aytib o'tayotgan, qanchadan davom etayotgan bu kiberxavfsizlik masalasi bo'yicha ham savollarim bor edi. Shu bora bo'yicha bizga ham shu Telegram Messenger orqali shu haftaga endi bu ko'payapti-da, shunaqa ana kiber ataka deyilyapti, ana APK fayllar deyilyapti. Shu bizni imенно meni Telegram Messengerimga haftaga 1-2-3 kelib turadi-da shunaqalar. Men uni ochmayman. O'shani tanimayotgan begona insondan kelayotgan bo'lsa, o'sha narsani iloji boricha udalib qilib tashlashga harakat qilaman shu telefonimdan. Qaysi Messenger orqali kelsa ham shu narsani. Telegram. Shuni Telegram orqali, telefon orqali telefon qilishadi. Notanish odamlar, bankda siz mana bu bankdan nimangiz bormi, siz nima qoldirgan ekansiz? Men chunki bilaman hayotda u bankka murojaat qilmaganman, lekin menga o'sha telefon qiladi, men indamasdan u telefonni o'chirib qo'yaman, chunki u har xil ana bu intellekt bir balolar chiqqan, shu ovozdan zabt qilib olib, kim nimalar tarqatadi deb. Iloji boricha men ham shu narsani targ'ibot qilaman, o'zim tanishlarimga kirmanglar, shug'ullanmanglar shular bilan deb. Lekin meni aslan savolim bor edi. Yo'l akaga shu Buxoro viloyatlararo shu haftaning oxirida yuradigan avtobuslarni shuni qanaqa qilib yo'lga qo'ysa bo'ladi? Shu viloyatdan qatnayotgan rayonlardan, Buxoro rayonlaridan qatnayotgan insonlarga ana uyga qaytayotganda hafta oxirida o'qiyotgan studentlarga shuni bir qanaqa qilib bir transport kompaniyasiga mana bu avtobuschilarga shuni qanaqa qilib bo'lsa bo'ladiki, shu juma, shanba kunlari ana tirbandlik bo'lib qoladi ana qaytayotgan joylarga. Tuman va shaharni bog'laydigan transport vositasi haqida so'z yurityapsiz. Xo'p, demak savol tushunarli bo'ldi. Biz demak Yo'l aka dasturiga o'z fikr mulohazangizni bildirganingizdan xursandmiz. Ismingizni aytib o'tmadingiz. Ismim Feruz, kechirasizlar. Buxoro shahridan. Xo'p, albatta biz savolingizni hozir yozib oldik. Demak, shahar bilan tumanni bog'laydigan transport vositasi yozib oldik va soha mutaxassislarini bevosita dasturga chaqirib, taklif etib, sizning savolingizga oydinlik kiritamiz. Murojaatingizni yetkazib qo'yamiz. Albatta, mana o'rinli fikrlarni bildirdilar. Mana uyda ham eshitdilar. Darhaqiqat, demak, yurtdoshlarimiz ham befarq emas. Ular targ'ibotchi ekanlar, qiziqtiryapti va yangilik o'rnida mana biz iltimos qilamiz fuqarolarimizdan, mana chekka hududlarda kimdir yoki o'sha o'zlarining atrofidagi o'rtoqlari, do'stlari, kursdoshlari, qarindoshlari va hokazo barcha keng jamoatchilikni xabardor etishda hamma bir tani bir jon bo'lishi kerak. Ya'ni birgina bizga tayanib qolish kerak emas. Ya'ni biz xususiy sektor, ya'ni tadbirkorlik subyektlari, barcha soha vakillari hammani jalb qilish uchun mana Umid akam boshida aytib o'tdilar, oliy ta'lim, transport boshqarmalari, aeroportlar, sog'liq saqlash, ijtimoiy obyektlar, banklar, kassalar, aeroport, temir yo'l va hokazo. Jamiki mana bugungi kunda qanaqa ijtimoiy obyektlar borki, mana shu obyektlarda borib biz profilaktikalarni olib boryapmiz va adashmasam 1 millionga yaqin tarqatmalar tarqatildi va yana shunga yaqin tarqatmalar mavjud tashkil etilganki, buni biz tarqatyapmiz. Fuqarolarimiz buni olib, o'zlari huquqiy onglarni o'qib, fikrga ega bo'lgandan keyin yana boshqalarga ham tarqatishsin. Ya'ni berishsin shu fikrlarni. Biz endi to'g'risini aytamiz, yashirish kerak emas. Qandaydir masalan shunaqa tarqatmalarni tarqatgandan keyin yana nimadir berdida, bo'ladi, nima oddiy narsa deb o'ylaymiz, lekin shunday joyga kelgan payt biz shu jinoyatni qurboniga aylanganimizdan keyin yodimizga tushib ketadi shu narsa. Shoshma, 10 kun, 15 kun oldin, 1 oy oldin menga aynan shu turdagi jinoyatlar haqida mutaxassislar kelib fikr berib ketishgan edi-ku. Men nima uchun shunga ahamiyat qaratmadim? Nimaga shuni o'qimadim degan fikr ichimizdan o'tadi. Lekin ming afsuski, ayrim yurtdoshlarimiz ham emas. Ya'ni ayrimlar xafa bo'lishmasin, yo men buni inson emasman degan fikrdagilar hozir eshitib turib, shunday hozir mulohaza qilishayotgan bo'lishi mumkin, lekin ayrim yurtdoshlarimiz biz mana shu tarqatmalarni berayotgan paytda qandaydir e'tiborsiz bo'lishlari mumkin. Lekin mana shu narsaga, oddiy ko'ringan narsaga agar biz e'tiborli bo'lsak,
va ushbu oddiy ko'ringan narsani boshqa o'zimizni yaqinlarimizga ilinsak, ulashsak, ya'ni o'sha fikr mulohazalarni bir-birimiz bilan takrorlasak, demak biz ertaga o'zimiz shu jinoyatni qandaydir bir vositasi sifatida bizga kelgan qandaydir bir holatlarga biz tayyor bo'lamiz. Ya'ni o'zimizda fikr, ya'ni yodimizga sirazi kelib tushadi. O'zimiz bilmagan holatda shu jinoyatni qurboniga aylanmay qolishimiz mumkin. Ya'ni shoshmay o'sha fikr sirazi miyaga shakllanadi-da, biz o'sha Telegrammi yo boshqa messenjer orqali kelgan qandaydir faylni o'zimiz ixtiyor ravishda birdaniga bosmaymiz. Lekin ming afsuski bosib bugun o'sha jinoyat qurboniga aylangan o'sha APK fayllar deydi. O'sha APK fayllar hali hanuz mana o'zimga ham shu hafta davomida bir 3 ta o'zimga yaqin bo'lgan o'rtoqlarimdan keldi. Shunday o'zi ko'rinadi boshida Telegram messenjerimda Izzat do'stim, buna fayl hali ochilmagan, APK oxirida APK yozib o'tiribdi. Men majbur bo'ldim avtomatik tarzda ushbu kontaktni udalit qilishga va o'zi Izzat do'stimga qo'ng'iroq qilib, haqiqatan ham Izzat do'stim menga aytayaptiki, Ulug'bek, haqiqatan ham men telefonim bloklanib qoldi. Mana shunday o'zidan o'zi telefonimdan mana shunaqa bir holat yuz berdi deb, kontaktlarim ham o'chib ketdi. Endi yangitdan blokimni ochishga majburman deb murojaat qildi menga. Xo'p, ana buni qarang, elektron pochta belgisi Buxoro Radiobot manzili uzra surat ham kelibdi-da. Ba'zi bir yurtdoshlarimizga mana shu ko'pchilik qurboni bo'lyapti deyapmiz-ku, shuni suratlarda aks ettirib mana yuborgan ekanlar. APK fayl ham soxta bank, markaziy banklar xodimlarining hozirgi aytib o'tmoqchiman, hozirgi oxirgi oyda eng ko'p sodir etilayotgan, kuzatilayotgan jinoyat turlaridan biri o'zini huquqni muhofaza qiluvchi idora xodim deb tanishtirib yoki bank xavfsizlik xizmati xodim deb tanishtirib, fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari orqali ularning nomiga onlayn kredit olish yoki ularning omonatdagi hisob raqamlaridagi pullarini o'zlariga tashlatib olish holatlari ko'paygan. Shuning uchun fuqarolarimizdan iltimos bo'lardi, hech kim birorta fuqaro o'ylamasinki, mazkur jinoyat meni chetlab o'tishi mumkin. Aynan har qanday fuqaro ham mazkur jinoyatning qurboni bo'lishi mumkin. Kimki mazkur jinoyat meni chetlab o'tadi, meni bu jinoyat menga chetib kelmas, tegishli emas desa, shu joyda xato qilgan bo'ladi. Shuning uchun biz ko'p targ'ibot joylarida borganimizda keyinchalik o'sha targ'ibot o'tkazgan joyimizdan kelib murojaat qilgan fuqarolarimizni ham ko'pini tanib qolib, ko'rib qolganmiz. Mana o'qituvchilarimiz bor, bularning tibbiyot xodimlari bor bularning orasida, bank xodimlari bor, o'zi bankda ishlaydi. Har kuni targ'ibotni ham biladi, holatni ham tushunadi, lekin o'sha qaysidir holatda aldanib qolganligini keyinchalik sezadi. Shuning uchun eng ko'p sodir etilayotgan jinoyatlarimizdan biz o'tgan safar ham ta'kidlab o'tdik, o'zini huquqni muhofaza qiluvchi idoralar deb tanishtiradi va turli xil kredit nomiga rasmiylashtirilgan yoki shubhali shartnomalar rasmiylashtirilganligini aytib chalg'itib, uni sarosimaga solib qo'yadi. Ularning asosiy maqsadi o'sha sizni qo'rqitib olish va hisobdagi pullaringizni tashlatib olish yoki bankda o'sha sizni bank plastik kartangizdagi pullarni o'zlariga tashlatib olish. Shuning uchun biror bir harakatni sodir etishdan oldin hech qachon shoshish kerak emas. IP telefoniya to'g'risida gapirgan edik. IP telefoniya to'g'risida yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Oxirgi payt ko'paygan. Aynan O'zbekistonning uyali aloqa kompaniyalaridan qo'ng'iroq bo'lganday bo'ladi. Siz telefonni ko'tarasiz, gaplashasiz, rus tilida bo'ladi muloqot. O'zini o'sha bank xavfsizlik xizmatidan yoki huquqni muhofaza qiluvchi idora deb tanishtirib, turli xil shablondagi yolg'on ma'lumotlarni aytib sizni qo'rqitadi. Ularda ayrim holatlarda siz to'g'risidagi ma'lumotlar ham bo'lishi mumkin. Familiya, ismi sharifingiz, hisob raqamingizdagi pul miqdori, bank plastik kartalaringizni rekvizit raqamlari, aynan mana shularning o'zi fuqaroni chalg'itib qo'yadi. Bu ma'lumotlar boshqa kishida bo'lmaganligi sababli, har kimda ham bo'lmaganligi sababli ular haqiqatan ham qo'ng'iroq qilayotgan odam aynan bank xavfsizlik xizmatidan yoki huquqni muhofaza qiluvchi idoradanmi deb o'ylashadi. Lekin shu narsani bilishsinki, hech qanday huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlarida ham, bank xavfsizlik xizmati xodimlarida ham bu ma'lumotlar mavjud emas. Shuning uchun shubhali qo'ng'iroqlar bo'lgan payt telefonni go'shagini qo'yib, qaytib qo'ng'iroq qilishsa, ularni bo'lisha olmaydi. Bundan tashqari o'sha ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib, qaysi raqamdan ularga qo'ng'iroq bo'lganini aytishsa,
surishtiruv ishlari davom ettiriladi. Xo'p, bizda nomalar ham kelgan ekan aynan mavzuga doir. Elektron pochta belgisi Buxoro Radiobot manzili uzra qadrli muxlislarimiz, bizni kuzatayotgan hamyurtlar savollar tariqasida, noma tariqasida savollarni yuborishingiz mumkin. Xo'p, assalomu alaykum radioijodkorlar. Savolim quyidagicha: telefon raqamiga UzCard, Visa kartalar ulangan. Agar hujum UzCard kartasiga, ya'ni UzCardga bo'lgan bo'lsa, amalga oshirilsa, Vizadagi karta pullar ham, demak, pullarimiz ham hujumga uchraydimi? Yo'q. Visa kartasidagi himoya qobig'i orqali ular o'tolmaydi. Bu imkonsiz, bunaqa holat hali biror marta ham sodir bo'lmadi. Shuning uchun hujumga uchramaydi. Bundan xavotir bo'lmasa. Javobingiz uchun rahmat. Bizni yurtdoshlarimiz kutib qolishdi. Bizda qo'ng'iroqlar bor. 65 kodi bilan 223 96 18 223 98 38 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qadrli muxlisimiz, jonli efirdasiz. Efirlaringizga omad tilaymiz. Savolimiz Ulug'bek aka Shukurlayevga. Xo'p, ismingiz? Ismim Azizbek. Marhamat, savolingiz. Ulug'bek akaga savolimiz ko'chma tarozlar masalasi bo'yicha bu qanchalik haqiqatga to'g'ri? Kechqurun soat 2 ga ham tarozi qo'yishyapti. Ana bu asfaltlarning ustida uni ma'lum miqdor qonun qoidasi, ish soati, ish vaqti bo'lish kerak. Ana tushgan yurtdoshlarimizga nima xat kelyapti, uyda 3 marta qizilga tushdi, 2 marta peshxodga yo'l bermadi deb jarimalar kelyapti. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, bu qandaydir tartibi bo'lish kerakmi? Buni qo'yiladigan ish soatimi, vaqtimi? Bu qanchalik haqiqatga to'g'ri? Shu haqida bitta ma'lumot bersangiz. Azbek, boshini takrorlang, boshini eshitmay qoldim. Tarozilar masalasi. Tarozi, bo'ldi. Ko'chma tarozilar masalasi bo'yicha Ulug'bek aka. Tushunarli. Rahmat. Bo'ldi. Hozir mulohaza yuritamiz. Demak, ovozlar yaxshi yetib keldi. Tushunarli Azbek aka. Demak, quyidagicha javob beramiz. Aynan avtomobil yo'llarimizda ko'rib turganingizdek zamonaviy rekonstruksiya ishlari amalga oshirilmoqda. Ayniqsa O'zbekistonda jahon standartlariga javob beruvchi avtomobil yo'llarini ko'rishimiz mumkin. Shaxsan Buxoroda ham mana bugungi kunda magistral yo'limiz bor, A380. Butun mana Yevropa va Osiyo avtomobil yo'llarini solishtirib o'rganilgandan keyin bizda o'zimizda ham mana shunaqa zamonaviy yo'llar tashkil etildi. Demakki, avtomobil yo'llar bugungi kunda hududlarni bog'lovchi eng asosiy nima deydi, qon tomir hisoblanadi. Ya'ni mamlakatlarni bog'lovchi eng asosiy qon tomirlardan biri. Endi ravon yo'l bu albatta hammaga ham manzur bo'ladi, lekin afsuski mana shu ravon yo'llarda bir nechta ko'priklar, masalan, yer osti piyodalar o'tish joylari o'tadi va har bir yo'lni demak ko'tarish miqdori bor va standartlar bor. Va ushbu standartlar nimadan iborat? Standartlar shundan iboratki, har bir yuk transport vositasini o'qiga tushuvchi yuk yuklashi lozimligi va avtomobil yo'llarida harakatlanishi belgilab o'tilganki, va mana shu orqali avtomobil yo'llarini saqlanishi nazoratga olinadi. Va afsuski ayrim yurtdoshlarimiz mana shu muvozanatni buzishadi, avtomobilni yukini ko'proq yuklab harakatlanishadi. Demakki, bunga nisbatan zaruriy choralar ko'rish shart. Ya'ni yuk transport vositalari sutkani istalgan vaqtida harakatlanishadi. Demak, hozir Azbek aka tomonidan ish vaqtini nazarda tutyaptilar. Xo'p, deylik, ish vaqti 8 soat. Mehnat kodeksiga asosan biz ishlatdik. Keyin 8 soatdan keyin ular istalgancha qoidabuzarlikni sodir etishi mumkin yoki mumkin emas degani bu to'g'rimi? Nechog'liq? Yo'q, bu albatta to'g'ri emas. Shunday ekan, shu narsani inobat qilib Azbek aka, bu narsani to'g'ri ma'noda qabul qilishingizni biz so'rab qolamiz. Turimiz. Yo'l-yo'lakay loyihasini davom ettiramiz. Raqamlarni eslatib o'taman: 65 kodi bilan 223 96 18 223 98 38 raqamlariga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Elektron pochta belgisi Buxoro Radiobot manzili uzra esa savollar juda ko'p. Mana qarab o'tiribman, lekin eng avvalo keling suhbatlar bilan dasturimizni davom ettirsak. Yurtdoshlarimiz kutib qolishdi. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Assalomu alaykum, hurmatli Mehriniso Farmonova, Ulug'bek Shukurlayev hamda Umid aka, qadrli yurtdoshlar. Hozir mana yo'lda ketayotib
sizlarni mashinada eshitib ketyapman-da. Tashakkur. Shunga mana Umid akam aytdilar, o'zlaringizda agar biron holat bo'lgan bo'lsa, aytib o'tinglar, bir boshqa o'zlaringizga o'xshagan fuqarolarga bir namuna sifatida kelgusida shunaqa jinoyatlarni oldini olishimiz bo'yicha bir ularga ham qanaqadir bir o'rnak bo'lardimi deganday gaplarni gapirdilar-da. Xo'p. Shunga hozir bir 2 oycha oldin menda ham bir shunday holat bo'lgandi. Mana oilamiz bilan ozroq pul yetgandik, avtomashina olamiz deb o'sha elektron platformalar orqali arzon mashina bir chiqib qoldi e'longa. Shunga ishondik va oldindan pul tashab berishga kelishdik yigit bilan. Shundan so'ng qarabsizki, yigit ham yo'q, pulimiz ham yo'q. Pulimizga ishonuvchanligimiz sababli o'sha kiber firibgarlarni bir tuzog'iga tushib qoldik. Hozir mana radioda juda ko'pchilik eshitib ketyapti, mana shu loyihalarimiz ham juda menga yoqdi, Yo'l aka. Buni oldin ham kuzatib borganman. Oldin asosan shu yo'l transport hodisalari, yo'l harakati qoidalariga bag'ishlangan dastur bo'lardi. Mana hozirda umuman ichki ishlar organlari sohasidagi faoliyat bo'yicha yoritilyapti mana shu dastur. Shu uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Mana shu dastur kelgusida mana shu menga o'xshagan hozir haydovchilar yo'lda eshitib ketayotgan bo'lsa, bir qanaqadir foydasi tegishi mumkin. Shu to'g'ri aytdilar. Masalan, o'sha oldindan eskilarimizning gapi bor. O'sha kasallikni oldini olish kerak. Oldini davolagandan ko'ra uni oldini olgan yaxshi degan gaplar bor-da. Hozir rahmat avvalo shu ichki ishlar xodimlariga men ariza bilan murojaat qildim. O'sha bir yosh yigit meni pulimni aldab olgan ekan, rahmat shu ichki ishlar xodimlariga topib berdilar. Lekin mana shu jarayonlarda ham meni qancha vaqtim, qancha asabim, qancha bir ruhiy holatim buzilganligini men o'zimdan boshqa hech kim bilmaydi. Shu uchun bir fuqarolardan bir iltimos qilib qolardim, yo bir o'rnak sifatida bir ko'rsalar yaxshi bo'lardi. Shu arzon beradigan mahsulotlarga, mana shu APK fayllar to'g'risida gapiryaptilar. Yana boshqa kiber firibgarlarni biza o'ylamagandan ham aqlliroq inson ekanda ular. Biza o'ylamagan joyimizdan qanaqadir bir o'zlarini firibgarligini ko'rsatib, bizani o'sha plastik kartamizdagi pullarimizni yoki boshqa shu onlayn hamyonimizda bo'lgan pullarimizni o'zimiz bilmagan holda shu olib qo'yish holatlari kuzatilyapti-da. Tekin Tashakkur fikrlar uchun. Qopqonda bo'ladi. O'rinli fikrlarni bildirib o'tdingiz. Ismingizni aytmadingiz. Ismim Anvarjon, Vobkent tumanidanman. Rahmat. Tashakkur, e'tiborli muxlisimiz, yurtdoshimiz. Darhaqiqat mana haqiqatan hozir arzon mashina dedilar. Shunaqa holatlar Umid aka haqiqatan ham ko'p uchraydi. Mana biz o'zbek xalqi shunaqa qanaydir orzu havas qiladi, mashina olay deydi, uy olay deydi yoki to'y qilay deydi va hokazo. Va shu jarayonda ana aldanishning yo'lini qarang. Mashina arzon mashina deb qanaqadir fayl kelyapti. Aynan bir-biriga mos tushyapti va shu jarayonda qanchalik arzon bo'lsa, har bir oila uchun shunchalik ma'qul va ular shu narsaga birdaniga o'zlari bilmagan holat, lekin gapirishlaridan mana agar e'tibor bersangiz, qandaydir bir jamiyatda faol bir oliy tabaqa vakillariga o'xshayapti, ya'ni oliy ma'lumotli bir insonga o'xshayaptilarki, lekin baribir ming afsuski o'zlari ham shu narsaga qurboniga aylanganliklari misol keltiryapti. Demakki, hushyor, ya'ni bu narsa nima tanlamaydi, soha tanlamaydi. Ya'ni soha tanlamaydi. Biz ming zo'r bo'laylik, ming haqiqatan ham bank xodimi bo'laylik, shuni ichiga yuraylik ham, lekin shunday bir holatda o'zimiz shu narsaga tushib qolishni mana aynan Vobkenlik Anvarjon aka misolida ham keltirishimiz mumkin. Albatta hech kim bu jinoyatning qurboniga aylanmasin deyapmiz. Shu sabab ham Yo'l aka dasturida ushbu mavzuga bot murojaat qilyapmiz. Bizning dasturimiz agar sizlar uchun manfaatli bo'lsa, juda ham xursand bo'lgan bo'lar edik. Bizda esa qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xayrli kech, xayrli kun. Assalomu alaykum. Tashakkur, o'zingizga ham xayrli kun tilaymiz. Tanishib olamiz. Assalomu alaykum yana bir karra. Men juda ham efirlarda eshitib boryapman. Ismim Uchqun, familiyam Tursunov, jurnalistman, o'zim ham mustaqil jurnalistman. Hamkasbimiz. Albatta. Juda ham dolzarb masala, juda ham dolzarb mavzu haqida gapiryapsizlar. Charchamayapsizlarmi o'zlaringiz ham mana shu mavzularda? Rahmat, Uchqun. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tanidim sizni. Rahmat, boringizga shukr. Mana sizlarga tushganimdan juda ham xursand bo'ldim va o'zim ham kuni kecha xuddi shu holatda mana shu kiber firibgarlarni bir nima deydi, sal qoldi aldoviga tushishimga, lekin qaysidir ma'noda mana shu olib borilayotgan targ'ibotlar, mana sizlarni targ'ibotlarga o'xshagan boshqa o'sha ichki ishlar vazirligi boshqarmalari tizimida olib borilayotgan ishlarni natijasi sifatida
kecha bir holat bo'ldi, agar mumkin bo'lsa gapirib bersam shuni. Marhamat. Kecha mana 17-noyabr kuni kechki paytda menga Albina degan rusiy zabon ayol Toshkent shahar Mirobod tuman ichki ishlar bo'limidan men bosh surishtiruvchiman, tergovchiman degan vaj bilan chiqib, kimdir meni nomimda dovernost, ya'ni ishonchnoma olib, bankdan katta miqdordagi summa olib, noma'lum tomonga qochib ketganligi va qidiruvda ekanligi bo'yicha juda ham seriozli, jiddiy nima ohangda chiqib bosim ostida so'rashni boshladi. Hattoki boshida ishonib ketdim bu narsaga. Keyin sekin eshityapman. Birinchidan hech qachon tergovchi bu masalada bunday ohangda chiqmaydi. Hech bo'lmasa hududiy uchastka noziri chaqirtiriladi yoki bo'lmasam chaqiruv qog'ozmi, telefon orqali bir kelib keting ish kabinetimizga deyishi mumkin-da, to'g'risi. Albatta. Keyin rus tilida gapiryapti. Endi biz bilamiz 90-95, почти 100% ga yaqin O'zbekistonda davlat idoralari to'liq o'zbek tilini o'rganishgan, o'zbek tilida harakat qilishadi gaplashishga. Keyin to'liq rus tilida nima gaplashyapti, ishonchsiz. Statiyalarning moddalarini ham 2-3 xil bildirib gapiryapti. Keyin sekin ism familiyasini so'radim. Ism familiyasini so'rasam, ism bilan otchествоni aytyapti. Familiya aytmayapti. Keyin yana qayta familiyani so'rasam, keyin boshqa bir familiyani o'ylab gapirdi-da. Keyin shundan keyin bizga qiziq dedi, sizni bank hisob raqamingiz va kartalar haqida yana kimlar biladi yoki kimning nomida ochgansiz bank hisob raqam? Hayron qoldim. Surishtiruvchiga bu nimaga kerak? Bosh surishtiruvchiga, tergovchiga. Keyin qilib shunaqa so'rayapsiz, keyin aytdim, yana nimalar qiziq? Endi rus tilida, to'liq rus tilida gaplashyapman u bilan. Keyin aytayaptiki, bizga ana shular qiziq. Tushundim oxiridagi, hurmatli Albinaxon, telefonni o'chiring, siz bilan janjallash niyatim yo'q. Endi biz baribir madaniyat, media tizimi sohasi ayrimlar asabiylashib, haqorat berib ketganini ham o'zi bilmay qoladi bunday vaziyatda, chunki aldanayotganligini bilib. Shuning uchun bosiqlik bilan Albinaxon telefonni o'zingiz o'chiring. Masalan, xohlamayman tortishishni, пожалуйста, отключите telefon deb suhbatni yakunladik. Qarang. Keyin shundan keyin tezkorlik bilan 102 ga qo'ng'iroq qilib, ichki ishlar tezkor demak vizov qoldirib, uchastka nozirimiz bilan bog'lanib, bu haqda bildirdi. Keyin undan tashqari Toshkent shahri Mirobod tuman ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qilib, navbatchilik qismida u yerdan to'liq ma'lumotni oldim. Albina degan ayol bormi, shunaqa xodim ishlaydimi? Ular darhol aytishdi, yo'q, bizda bunaqa xodim yo'q, lekin tinchlik nima bo'ldi? Tushuntirib bersam, siz firibgarlarni o'ljasiga aylanishingizga bir vaqt qolibdi. Agarda siz to'liq o'sha ma'lumotlarni berganingizda, balki kartalaringiz blok bo'lib, ichidagi o'sha ostatga qolgan pullaringizni ham yechib olishi mumkin edi degan fikrlarni bildirish. Juda ko'pchilikka chiqayotgan ekan. Shu boshi 33 kodli обычный raqam, oddiy xuddi O'zbekiston raqamiga o'xshagan raqam. Uchqun aka qaytib qo'ng'iroq qilib ko'rmadingizmi shu raqamga, Uchqun aka? Qaytib qo'ng'iroq qilsa, qanaqadir bir интересный muzikalar, prososhkada qo'yiladigan, avtoatvetchika qo'yiladigan muzikalar bo'ladi, shunga o'xshagan muzikalar ketyapti sizga. Xo'p, mana fikrlarni eshitdik. Labay. Fikrlaringizni eshitdik mana. Xuddi shunday. Demak, bu kabi holatlar tez o'chirayapti. Bilmasdan o'zimiz ham shu jinoyatning qurboniga aylanib qolishimiz mumkin ekan. Agar hushyor bo'lmasak. E'tiborli bo'lish kerak. Eng asosiy e'tibor beriladigan tomon, mana Uchqun aka to'g'ri belgilab o'tdilar. Muloqotning rus tilida olib borilayotganligi. Keyin tergovchi xonasiga yoki o'sha surishtiruvchimi kim deb o'zini tanishtirgan bo'lsa, chaqirtmasdan, xonasiga chaqirmasdan keragidan ortiq savollarni berib ma'lumot olishga intilishi. Ya'ni o'sha shaxsga doir bank bilan uning o'rtasida bo'lgan bank siri deyiladi, bu bank siri ma'lumotlarini olishga harakat qilishi. Mana shu ma'lumotlarni olishga harakat qildimi, biling u firibgar. Yurtdoshlarimizga tilaklaringiz va fikrlaringiz, Uchqun aka. Albatta, avvalo Buxoro viloyat radio kompaniyasi hamda radio jamoasiga rahmat. Shunaqa efirlarni ko'proq uyushtiringlar, chunki mana hozir bevosita mashina ichida, yo'l yo'lakay yoki xonadonda, oila davrasida eshitiladi. Bu hammamiz uchun juda ham foydali va ertangi kun hayotimizda xotirjamlikni belgilaydi. Qolaversa, bugun O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilingan kun, hammamizning milliy g'ururimiz, bayrog'imizni qabul qilingan kun muborak bo'lsin. Vatanparvarlik hissi, shu yurtni sevish,
shu vatanda yashash zavqi hech birimizni tark etmasdan. Yana bir karra rahmat efirda meni qabul qilganlaringiz uchun. Omon bo'ling, tashakkur. Fursatdan foydalanib Uchqun akaga ham rahmat aytmoqchiman, chunki o'zlarining bloglarida ham bizni kiberxavfsizlik masalalarimizda roliklar bilan boshqa o'sha yurtdoshlarni xabardor qilishga bizga ko'maklashib boradilar. Uchqun aka rahmat kattakon. Fursatdan foydalanib sizga ham rahmat aytmoqchiman. Omon rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat kattakon. Salomat. Haqiqatdan ham Uchqun aka eslatdi. Biz o'zi dastur boshida shu narsani Mehruz opa aytib o'tmoqchi edik. Bugun 18-noyabr O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilinganligi 34 yillik, ya'ni g'ururimiz, bizning barcha jabhada eng hilpirab turuvchi bayrog'imiz hamisha mangu bo'lsin. Albatta, biz demak sanam munosabati bilan Buxoro teleradio kanalida ham juda ko'p ko'rsatuvlar, eshittirishlar efirga uzatilmoqda. Xo'p, biz hamkasbimizga o'z tashakkurimizni izhor etamiz, chunki mana shunday fikrlar bilan, ma'lumotlar bilan ko'pchilikni hushyor bo'lishga undadilar. Bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Qadrli muxlisimiz, jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib o'tasiz. Farg'onadan Sarvinoz. Farg'onadan Sarvinoz. Xo'p. Hozirda Buxorodaman. Bir iltimos yuzasidan qo'ng'iroq qilayotganim, maqsadim shu edi. Xo'p, hammamizga ma'lumki, Buxoro tumanida tibbiyot birlashma Romitan gazli yoqasida Rabotak mahallasidan ichkada Romitan gazli yoqasida joylashgan. Shunday. Hozirda o'sha yerda ish faoliyatimdan ham o'qiyman, ham kechki ish faoliyatim o'sha birlashmada bo'lganligi sababli iltimosim shundan iborat, o'sha больницani to'g'risida, shifoxona to'g'risida yo'lovchilar o'tadigan yo'lak qurishlarini, keyin svetofor, keyin tungi chiroqlar qurilishi, chunki biz kechki ishimiz 8 dan tongi 8 gacha bo'lganligi sababli kechki shahardan qatnayman, to'g'risi. Shahardan qatnaganimizda yo'llar juda qorong'i. Hammamizga ma'lumki, ko'pchilik mendan ko'ra Buxoro ahli buni juda ham yaxshi biladi. Yangi yo'lda yengil mashinadan ko'ra katta yuk mashinalar juda ko'p qatnaydi u yerda. Juda tez ham haydaydi. Odam shahar katta yo'ldan to birlashmagacha ba'zi yo'l taksi bo'lmaydi. Yo'ldan piyoda qatnashimizga to'g'ri kelib qolyapti. Shuning uchun iltimos qilarim, kechki chiroqlarni o'rnatib, yo'lovchilar o'tadigan yo'lak bilan svetofor qursalar. Aynan qaysi nuqtasiga, Sarvinoz opa, siz masalan siz aytgan yo'li birlashmani o'zidami? Birlashmani o'zidan, bo'ldi, belgilab oldim. Birlashmani o'zidan belgilab oldim. Aynan qaysi oliygohda tahsil olasiz? Universitetda, Buxoro davlat universiteti. To'g'ri, belgilab oldik. Haqiqatan ham so'raganimiz sababi amaliyot mana shu yerda amalga oshirilmoqda. Biz belgilab oldik va mas'ullarga albatta bu narsani yetkazamiz va ushbu o'zgarishlar amalga oshish dasturda mavjud va bu narsa tez orada amalga oshirish belgilangan va amalga oshirilgan ishlarning natijasini siz yo'llarda o'zingiz ko'rib guvohiga aylanasiz. Tashakkur deymiz qo'ng'iroq uchun. Savollarga o'tamiz. Elektron pochta belgisi Buxoro radiobot manzili uzra juda ko'plab savollar kelgan. Suratlar bilan yuborgan muxlisimizning savollarining davomi bor ekan. Assalomu alaykum. Xo'p, o'sha firibgarlar bu ma'lumotlarni qayerdan oladilar? Shaxsiy ma'lumotlar deyaptilar. Bu yaqin 2 kundan kelgan Telegramdan shunday ma'lumot kelgan. Shaxsiy ma'lumotlarni tayyorlaganki, ko'rgan odam ishonadi. Shaxsiy ma'lumotni qaysidir tashkilot tarqatganmi shunda? Tushuncha berib o'tsangiz. Yusuf Satorovdan kelibdi. Demak, Telegramdan u kishiga shaxsiy ma'lumotlar aks ettirilgan, ma'lumotlar kelgan. Biz bilamiz, barcha sohada ham pok va nopok xodimlar mavjud. Hozirgi kunda har bitta tashkilotni internet sahifasi pen testing degan tekshiruvlardan o'tkaziladi. Ya'ni uni kiber jinoyatlarga zaifligi nuqtai nazaridan o'rganishlar olib boriladi. Ming afsuski, o'sha bank tizimida ham ayrim o'sha ularning ilovalari va o'sha zaiflik mavjud bo'lganligi sababli shaxsga doir ma'lumotlar qora bozorga, Darknet degan qora bozor mavjud. O'sha yerga chiqib ketadi. Bu ko'p holatlarda ma'lumotlarni sizib chiqishi yoki bo'lmasa nopok xodimlar tomonidan mazkur ma'lumotlarni sotilishi bilan bog'liq holatlarda o'sha jinoyatchilarning qo'liga tushib qoladi. Bu shaxsga doir ma'lumotlar.
biz bilamiz bank siri to'g'risidagi qonunimiz bor, O'zbekiston Respublikasi qonuni bor. Unga asosan 3-shaxs hisoblanadi. Barcha fuqaro bilan bankdan boshqa barcha jumladan huquqni muhofaza qiluvchi idoralar ham bank siriga aralasha olmaydi. Bu bank siri hisoblanadi. Shuning uchun bu ma'lumotlar huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning o'zida ham yo'q, hattoki. Bu faqat o'sha prokurorning tegishli sanksiyasi bilan olinadigan ma'lumotlar hisoblanadi kerak bo'lgan paytda. Shuning uchun bu ma'lumotlarning sizib chiqishi o'sha ikkita holatlarda, bittasi tizimdagi zaiflik nuqtai nazaridan, ikkinchisi o'sha nopok xodimlarni bu ma'lumotlarni sotishi yoki bu ma'lumotlarni jinoyatchilarga yetkazib berishi bilan bog'liq holatlarda amalga oshiriladi. Bu o'sha surishtiruv, tergov jarayonida ham mazkur jinoyatni sodir qilgan bank xodimlariga bo'lgan bunaqa holatlar ham javobgarlikka tortilish holatlari mavjud. Xo'p, tezda o'qiyman nomani, tezda javob beramiz. Vaqt o'tib boryapti. Alisher G'afurovdan kelibdi. Bugungi kunda shunday holatlar ko'p kuzatilyaptiki, kartaga pul tushgan zahoti turli xil begona raqamlardan telefon bo'ladi. Bankdan ma'lumotlar chiqadimi? Pul tushganini qayerdan bilishadi? Xo'p, O'rinli savol. o'rinli endi. Xo'p, javob berib o'tsangiz. Demak, mana hozirgina aytib o'tdilar Umid akam. Bu narsa sir emas. Haqiqatan ham ayrim qo'shtirnoq ostida, ya'ni xodimlar tomonidan yoki bu ma'lumotga ega bo'lgan o'sha firibgarlar tomonidan qaysi bir tashkilot qaysi oyda, qaysi sanada aynan xodimlari uchun demak oylik ish haqlarini berish ma'lumotlari ming afsuski mavjud. Va mana shu ma'lumotlar asosida ular oydan oyga shu operatsiyalarni nafaqat bitta hududda, barcha hududlarda, tumanlarda, viloyatlarda amalga oshirishadi va shu jarayonda qaysidir fuqaroni o'z domiga tushirishsa, demak o'sha orqali uning kontaktlari orqali boshqa yana kontaktlarga chiqib ketishadi. Demakki, bu narsa hech qachon aytilmaydi, berilmaydi, lekin mana shunday bir holatlarda aniq bir sanalar, qandaydir bir vaqtlar borki, shu narsalar ular tomonidan amalga oshirilmoqda. Javob uchun rahmat. Bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz, qadrli muxlisimiz. Tanishtirib o'tasiz. Mangalosiyo, Buxoro tuman Galosiyo shahridan. Xo'p, ismingiz? Murodova Munira. Savolingiz. Meni savolim, meni nevaram ana Buxoro davlat universitetida kechkida o'qiydi. Xo'sh. Shunga aytmoqchimanki, Buxoro tumanida ana shahardan Galosiyoga qatnash uchun kechkiga avtobus qo'yilsa, 8:30 ga tugaydi, 15 ming so'm bilan keladi. Bu bizlar uchun oson emas. Shuning uchun men talabim avtobus qo'yilsin. Albatta, katta rahmat Munira opa. Biz ana sizdan oldin ham yana bir transport boshqarmasiga oid savol kelib tushgan edi. Biz mas'ullarga albatta bu narsani yetkazamiz va kelgusi dasturda transport boshqarmasi xodimlarini ham taklif etishni joiz deb bilamiz. Chunki balki bizni hozir eshitib turishgan bo'lishsa ham ushbu holat bo'yicha kelgusi dasturda albatta ijobiy ma'lumotlarni yetkazishga biz sizga harakat qilamiz. Javob uchun tashakkur sizga va bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qadrli muxlisimiz, jonli efirdasiz, eshitamiz sizni. Avvalo bayramlar bilan hammalarga rahmat. Tashakkur. Ulug'bek aka, bir ikkita savollar bor edi. Savolim endi maslahatni bilmayman nima deylar. Ismingiz, o'zingizni tanishtiring. Shavkatman Buxorodan. Qarorbo'zada yashayman o'zim. Bu yo'lda ketaveradi odam oq led chiroq qo'ygan, ko'zi yeb tashlaydi-da, kechqurun umuman yurib bo'lmaydi. Oddiygina bilishni qilib olsa ham yurib bo'lmaydi-da, bu shunaqa bir chiroqlari bor bularni, bilmayman qayerdan qo'yadi bular. Ayrim haydovchilar. Ha, ayrimlari. Ular ham kamaygan ozroq. Endi shuni ichki ishlar shu gaylarni qo'lida bu narsani yo'qotishda. Kurashyapmiz. Hech kim qila olmaydi bu ishni. Albatta to'xtatmaymiz. Bu narsa bo'yicha reydlar davom etyapti. Eshitib turgan haydovchilarimizdan esa iltimos qilamiz. Mana Shavkat aka misolida keling bir-birimizni qattiq hurmat qilib, belgilangan standartlardan chetga chiqmaylik. Ya'ni o'sha o'zimizga qanaqa lozim bo'lgan chiroqlar bo'lsa, o'shalardan foydalanaylik.
biz baribir qonun ijodkorligini, qonun ustuvorligini ta'minlashda to'xtamaymiz, charchamaymiz. Shavkat aka, lekin afsus bu narsa ham davom etayotganligi bizni hijolat nima qiladi, ozgina tabimizni xira qiladi, lekin mana shu dasturda ham bir-birimiz madaniyatga chaqirish eng asosiy, ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, albatta bu narsalar o'rnatib, jarimaga tortilib, jarimani to'lash emas. Kimdir hozir niyatida bo'lsa ham qaytsin, mana kerak emas bir-birimizni xafa qilib yo'llarda noqulay vaziyatlarni yuzaga keltirish. Salomat bo'ling. Yo, endi shunday vaziyat bo'ladiki, xuddi birovga dushmanlik qilib yoqib yurganday bir ko'rinadi odamga bu narsa. O'zi shu narsani yoqib yurganlar ham eshitib, o'zi ichidan o'tkazyapti. Agar o'rnatgan bo'lsa, hozir o'zida borib o'sha o'rnatishni ichiga niyat qilishdi bevosita. Keyin Ulug'bek aka yana nima bor edi? Ana bu tezroq qaysi svetofor almashgan bo'lsa, shularni tagini kavlab ketganda kabel o'tkazib buni tez orada bartaraf etamiz. Cho'kmalar joyiga tushgandan keyin mana ko'rasiz, zo'r zamonaviy choraxalar yuzaga keladi. Javob uchun tashakkur deymiz. Qadrli muxlislarimiz, biz mana shu yerda Yo'l aka dasturiga yakun yasamoqimiz lozim vaqtlar oliy hakamdir. Qadrli muxlislarimiz, faol bo'lgan yurtdoshlarimizga biz yana bir marta o'z tashakkurimizni izhor etamiz. Eslatib o'tamiz, bugungi mehmonlarimiz Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Ulug'bek Shukurulayev hamda ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Umid Hasanov bo'ldilar. Ma'lumotlar uchun tashakkur deymiz. Biz ijodiy jamoamizga ham o'z tashakkurimizni izhor etamiz. Rejissor Umid Rasulov, kuchga yaqin yordam bergan Ulug'bek Hasanov, Feruz Rajabov, tasvirchilar jamoasi Baxtiyor Salomov hamda Fozil Rajabovga ham o'z tashakkurimizni izhor etamiz. Albatta, mana qisqa 1 soat ichida biz kerakli mulohazalarni qildik. Endi bir narsa bugun meni quvontirdi, to'g'risi, dasturdan dasturga mana bugun yurtdoshlarimiz faol. Demakki, qadrli yurtdoshlar, doimiy ravishda o'zingizni asrang va hech qanday bir jinoyat qurboniga aylanmaslik yoki baxtsiz hodisalarga tushib qolmaslik uchun doim o'zimizni yo'limizda hushyor bo'laylik. Azizlar, e'tibor uchun tashakkur deymiz. Dasturimizni esa yurt mavzusidagi, bayroq mavzusidagi chiroyli bir qo'shiq bilan yakunlaymiz. Buxoro telekanalini, Buxoro radiosini kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.